Assalomu alaykum hammaga. Mana hozir Toshkent shahri Chilonzor tumanida joylashgan ichki ishlar bo'limlaridan birida bo'ldik. Ya'ni GOM deyiladi. U yerga biz chaqiruv asosida bordik. Himoyamdagi shaxsga nisbatan ariza kelib tushgan. Va Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 41-moddasiga asosan ish materiali yuritilgan. Ya'ni haqorat qilish. Ish materiali esa sudga yuborishga tayyorlab qo'yilgan. Biz esa ish materialini yarashuvga asosan tugatishga erishdik. Ammo men e'tiboringlarni boshqa narsaga qaratmoqchi edim. Aniqrog'i ichki ishlar organlari xodimlariga murojaat qilishga qaror qildim. Chunki borganimizda uchastka noziri bizni kutib oldi va himoyamdagi shaxsga qarab, sizni aybingiz bo'lgani uchun advokat bilan keldingiz. Aybingiz bo'lmaganda advokatsiz o'zingiz kelgan bo'lardingiz deb aytdi. Bu holat meni amaliyotimda 2 oy ichida 3-marotaba sodir bo'lishi, shuning uchun video murojaat qilishga majbur bo'ldim. Ammo shaxsga bunday so'zlarni aytish mumkin emas. Chunki bu so'zlaringiz bilan siz shaxsning himoya huquqiga tahdid qilgan hisoblanasiz. Tergovchilardan bunday so'zlar deyarli chiqmaydi, chunki ular praktikada advokatlar bilan ishlash ko'nikmasi mavjud bo'ladi. Bu so'zlar asosan tezkor vakillar va uchastkavoylardan chiqadi. Sababi ularda advokatlar bilan ishlash ko'nikmasi bo'lmagani uchun advokatlarga oppozitsiya tariqasida qarashadi. Agar harakatlaringiz qonuniy bo'lsa, aslida protsessual harakatlarga advokatlarni ko'proq jalb qilishga harakat qilishingiz kerak. Shunda siz o'zingizni sizga nisbatan bo'lgan shikoyatlardan strafovka qilgan, himoya qilgan bo'lasiz. Salomat bo'ling.